Oh, yo-mayo. Nursan, telefon o'ynab boshim og'rib ketyapti. Soat necha bo'libdi ekan? Nursan, soat 10 bo'lib ketibdi. Yo-mayo. Hammaga salom, mening ismim Benya. Bugungi videoroligimga xush kelibsizlar. Iltimos, shu videoga bir dona like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Men esa ishga ketishim kerak. Aniq janob mer bugun oylik bermaydi. O'zi umuman bermagan, lekin bugun oylik oladigan kunim edi. Yo-mayo, tezroq qilib tashlaymiz. Yo-mayo. Mana axir men ham shunaqa bo'ladimi? Soat 8 da turib mana shu ishlarni qilish jonga tegdi. Lekin bu ishlarni qilmasam qishloqdan haydalib ketishim aniq. Va mana tezroq qo'lda qilib tashlasam tezroq qilaman. Buni umuman farqi yo'q. Ha, farqi bor. Lekin qo'lim og'rib ketadi qo'lda qilsam. Mana. Так что janob mendan gap eshitmasam bo'ldi. Mana. Beni nimaga shoshilasan? Senga nima ahmoq jitel, yo-mayo. Jitel bilan bunaqa qilmasligim kerak, lekin hozir juda ham asabiylashib boryapman. Chunki jinimsiz mana ahmoqlar. Ha, unda bolalar qossang yaramas jitel sen. Xo'sh, mendan oylik olmasligim aniq. Janob mer kirsam bo'ladimi? Kir. Mana bo'ldi, janob mer. Qayda yursan sen bola? Janob mer, uzr uxlab qolibman. Sen qachon o'zi erta bilan kelgansan o'zi? Janob mer, mayli bilaman, oylik puli chiqadimi? Hamma jitillar oyligini olib bo'ldi, lekin senga yo'q. Tushunursan, men nima? Darvoza qisganmi? Ha, oylik olish uchun ertaroq kelish kerak edi. Unda men bir kun mer bo'lib kelay, ko'rasiz hali qanaqa mer bo'lishimni. Jinosin, sizda yomon mer chiqadi. Men mer bo'lsam ko'rasiz qishloq qanaqa rivojlanib ketishini. Yo'q, mayli, bo'lib kira qol endi. Mana axir hozir sizga pullaringizni ko'rsataman. Shundan bittasini bersangiz ham bo'ladi-ku. Naqd meni 6 oyligimga teng bo'ladi bu. Yaxshi, men mer bo'laman. Bo'pti, bir kunga. Mayli, ajoyib. Mana bo'ldi. Hozir men jitillar, endi men mer bo'laman. Qanaqasiga meni? Shunaqasiga janob mer, men janob mer o'rnida bir kun mer bo'lib ko'rmoqchiman. Mayli. Mayli deb. Davaytez hozir mana buni olib olamiz. Olmaymiz. Mana shu faqatgina telefon kerak bo'ladi bizga. Mana telefonni joyiga qo'yamiz va mana ketdik. O'shcha xolodilnikdan bitta non olib yeymiz va mana bo'ldi. Olib mazali non. Ajoyib. Endi esa men mer bo'lsam ko'radi mendan hali juda ham ajoyib mer bo'laman. Xo'sh. Mana janob mer, men keldim, endi men mer bo'laman. Bo'pti, bo'l. Omad tilayman senga, Beni. Stop. Bolalar, bilaman hozir sizlar videoroligimni obuna bo'lmasdan tomosha qilyapsizlar. Mening maqsadim bo'lsa 1000 ta obunachi yig'ish. Shuning uchun meni maqsadimga erishtirish uchun bittagina obuna tugmasini bosib qo'ying. Aytgancha men o'z Telegram kanalimni ochdim. Mana uning rasmi. Ha, bolalar, Telegramga Beni Minecraft deb yozsangizlar chiqib keladi. U yerda Minecraftga bog'liq bo'lgan hamma modlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Ha, o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Aytgancha ko'rayotgan videoroligingizga mehnatimizni qadrlagan holda like tugmachasini bosib qo'ying. Unda oldindan rahmat, sizlarga esa yoqimli tomosha tilayman. Janob mer, menga pul berib turing. Men nima, pul zavotim bormi? Unda ustingizdan shikoyat qilaman adminga. Bo'pti. Mayli, hozir beraman, hozir to'xtab tur. Hozir pul bo'lsa endi mana shu yerdan oppanya, yo-mayo. Mana jitel, lekin bu yerda pul yo'q. Nima uchun pul bo'lmadi? Sen bermisan? Senlar gaplar, bolalar, bu men o'ylaganchalik oson ish emas ekan. Yo-mayo, mana bu yerni yopib qo'yamiz, ana bo'ldi. Jitel, yo'q deyapman senga pul. Hozir men ham senga arz qilaman.
Mana sen kimsanki menga gap qaytaradigan bolalar? Jin ursin mana. Yo'q-yo'q. Janob mer, menga pul berib turing. Yo'q, men nima pul zovitim bormi? Nimaga men yonimga kelaverasan-la? Hammang pul so'rab, nima mer bo'ldi degani endi milliarder bo'ldi degani emas-ku. Berib tur. Menga ustingda yozaman. Bo'pti, mayli. Kechirasan. Hozir mana tushunursin, mana hozir beraman senga. Davay, tez bo'l. Yo'q, shu kunlar ham bormidi. Mana senga pul kerakmi? Ha, Mana unda senga nahotki senga 6 oyligingga yetadigan pul berdim mana. Endi pul deb kelaverma yonimga. Janob mer, kechiring, men merlik juda ham oson ish deb o'ylagan edim, lekin juda ham qiyin ekan. bildingmi, mening bu juda ham qiyin ish. Ha, bildim. Janob mer, unda o'zingiz merlikni oling, men ketdim. Bu yerda boshqa bir soniya ham chidab tura olmayman. O'zingiz merlik qilavering, menga bu umuman kerak emas. Oddiy odam bo'lib yashagan yaxshi ekan. Unda bolalar, ko'rdinglar, bugungi videoligimiz o'z nihoyasiga yetdi va merlik oson ish emas. Unda bolalar, sizlar bilan men xayr demayman, shunchaki ko'rishguncha deb qolaman. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida beni bo'ldi. Videolikka bir dona like bosing.